eng yomon nojo'ya ta'siri retinolni bu retinoideal dermatit. Allergichniy odamlarga retinolni albatta tanlab berish kerak. Retinolni bir nechta turlari bor. Bu retinil, retinol, retinal и retinoideal kislota yoki izotretinoin. Hammasi har xil odamga va har xil dozirovkada qilinadi. Eng muhimi odamni to'g'ri tanlash, formasini tanlash va dozirovkasini to'g'ri belgilash. Retinol nimaga yaxshi? Ajinga yaxshi, yoshartirishga zo'r, ugrevoy sipga zo'r va pigment dog'lariga ham zo'r mo'lajja. Lekin uni обязательно dozirovka formasini to'g'ri tanlab bilish kerak. Eng zo'r foiz retinolni bu 0,1 dan 1 gacha foiz. То есть 0,1-1% это хороший ретинол. Agar o'sha preparatda bo'lsa, lekin mass marketda я сомневаюсь bu bo'lmaydi. Shuning uchun professional kosmetikadan olishga harakat qilish kerak retinol. Sesderma, Medipil, Skindor, Sensilis и Kristina. Har doim men oldindan Kristinani yaxshi ko'raman. Kristina brendi bu izraelskiy brendga kiradi va uni retinoli juda ham zo'r ta'sir qiladi teriga. Konsultatsiyaga kelsa, ular yozib berishadi. Agar to'g'ri kosmetolog bo'lsa, to есть vrach-kosmetolog yaxshiroq biladi uni formasini va dozirovkasini. Kosmetologdan so'rasa, professional kosmetikani ichidagi retinolni tavsiya qila oladi. Men masalan mass marketda bilmayman. No aptechniy retinol ham yomon emas, lekin to'g'ri tanlaylar, chunki retinoideal dermatit yuzingizga toshmalar toshib ketsa, bu yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Keyin u toshmani davolashga tushasiz. Qachon noto'g'ri retinol, mana qaranglar, bitta narsani tushunib olinglar. Retinolni ishlatayotganda pigment uchun, retinolni ishlatayotganda vitamin C ham ishlatishadi. Baravar ishlatish mumkin emas. To есть bitta vaqtda kechqurun retinol ishlatiladi, ertalab vitamin C ishlatiladi. Всё, birga ishlatish mumkin emas. Lekin retinol hech qachon SPF siz natija bermaydi. Agar retinolni SPF kunduzi SPF siz zashitasiz yursanglar, dog'inglar ko'payadi, ajininglar ko'payadi, toshmalaringlar ko'payib ketadi.